Bugungi videoda men top 6 ta Minecraft modlarini obzor qilaman. Qanunda biz videoni boshladik. Yo, salom do'stlar, sizlar bilan men Neker. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan nihoyatda xursandman do'stlar. Biz hozir modlarni obzor qilamiz. Qanunda biz videoni boshladik. Xo'p bola, endi top birinchi modimizni ham ko'rsak bo'laveradi. Top birinchi modimiz mana shu mod. Endi mana shu modlarni hammasini olib olishimiz kerak. Endi buni esa qo'yamiz, qaranglar bolalar. Hozir bundan mana shunday mashinalar kelib chiqadi va bunisini ham qo'yamiz va bunisini ham va bularni hammasini qo'yib chiqishimiz kerak, sababi bu modlarning hammasi har xil. Shuning uchun ham bularni qo'yib chiqamiz. Ya'ni bularning ranglari har xil. Endi bunisidan ham qo'ysak, mana shu qizili ham anchagina har xil. Bu yerni bossanglar mana shunday eshik ochiladi va drive'ni bosib bemalol buni haydashinglar mumkin. Va buni ovozi ham bor va buni bemalol haydab minishinglar mumkin bolalar. Va bu modni o'zim ham tavsiya qilib qolaman, bu modni qo'shishinglarni. Top 2 mod. Top 2 modimizni ham ko'rishingiz mumkin. Top 2 modimiz mana shunday jitellarni qo'shadi. Bunisini qaranglar. Bu jahli chiqqan jitel va bu qo'rqayotgan jitel va bu oddiy jitelni qo'shadi. Bunda bemalol serial yoki videolarda ham bemalol olishingiz mumkin. Bular o'z joyida turadi, hech qayerga ketib qolmaydi. Shuning uchun ham bu bilan bemalol video olishingiz mumkin. Buni albatta sizlarga tavsiya qilib qolaman video olishinglarni. Va bu mod juda ham kerakli bu mod. Ya'ni bu modning nomi NPS mod deb ataladi bolalar. Top 3-mod. Endi biz top 3-modimizni ham ko'rsak bo'laveradi. Aynan bularni hammasini olib olamiz bolalar. Endi esa undan NPS modlarini olib tashlaymiz bu yerdan. Endi buni esa bemalol ko'raversak bo'laveradi. Buni qaranglar. Bular esa mana bunda Jigulilarni qo'shadi va bu ham juda ham yaxshi mod deb o'ylayman. Mana bu yerda oq ham bor, ya'ni ko'k ham bor. Lekin mana shu ko'k ham juda ham yaxshi mod deb o'ylayman buni bolalar. Buni qaranglar, bu juda ham yaxshi mod. Hattoki mana buni bossanglar, mana bunda eshiklar ham ochiladi. Ya'ni video olish uchun ham bu juda ham yaxshi mod deb o'ylayman bolalar. Albatta buni ham sizlarga tavsiya qilib qolaman. Albatta haydab ko'rishinglar ham mumkin. Buni qaranglar. Haydasa ham ovozi ham chiqadi va bu mod juda ham ajoyib mod deb o'ylayman bolalar. Rostdan ham bu juda ham yaxshi mod. Shuning uchun ham buni hammaga tavsiya qilib qolaman bolalar. Buni qaranglar. Yon taraflari ham bu juda ham yaxshi mod bolalar. Top 4-mod. Ya'ni endi biz top 4-modni ham ko'rsak bo'laveradi. Biz mana bularni hammasini olib olishimiz kerak bolalar. Endi bularni ham bu mashina modlarini ham olib tashlaymiz. Ya'ni Jiguli modlarini ham olib tashladik. Endi mana shunday qilib bu modlarni ham ko'rsak bo'laveradi bolalar. Hozir bularni ham ko'ramiz. Buni qaranglar. Bu mod ham menimcha ham yaxshi deb o'ylayman. Buni qaranglar. Bu har xilcha mashina modlarini qo'shadi. Mana bunday oq modlar ham bor va mana bunday qizil modlar ham bor. Va buni ham qo'ysak mana shunday oq bu ham juda ham yaxshi va mana bu qizili ham menimcha anchagina yaxshi deb o'ylayman. Hatto bular ham eshiklar ham ochiladi. Bu ham video olish uchun anchagina yaxshi mod bo'ldi. Bemalol video olib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Shuning uchun ham buni ham albatta tavsiya qilib qolaman bo'ldi. Va albatta buni haydab ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunday qilib haydashda ham juda ham yaxshi mod. Buni qaranglar. Bu rostdan ham juda ham yaxshi mod, haydashda ham juda ham zo'r. Albatta buni ham sizlarga tavsiya qilib qolaman bolalar. Top 5-mod. Top 5-modimizda qaranglar bolalar. Bu orujani o'qlarini qo'shadi. Bu ham juda ham kerakli mod deb o'ylayman, sababi bunga bemalol orujaga o'qlash uchun ishlatishingiz mumkin. Bu ham video olish uchun juda ham zo'r. Orujani o'qlayotganinglarda ham juda ham chiroyli qilib ko'rsatadi va bu juda ham yaxshi mod deb o'ylayman bolalar. Shuning uchun ham bu modni albatta sizlarga tavsiya qilib qolaman. Buni ham bemalol foydalanib ishlatib ko'rishinglarni albatta tavsiya qilib qolaman bolalar. Top 6-mod. Top 6-modimizda aynan mana shunday oziq-ovqat modi ekan bolalar. Bu bilan qaranglar. Bu bilan xohlaganinglarni qilsanglar bo'ladi. Hattoki mana bularni ham, buni ham. Bundan 100 ta bor ekan, lekin ularni ko'rsatish istamadim. Ya'ni 100 taginani u anchagina ko'p degan bolalar. Lekin buni qaranglar. Bu ham juda ham video uchun mos. Buni ham albatta sizlarga tavsiya qilib qolaman bolalar. Buni bemalol qo'shib o'ynasanglar ham bo'laveradi bolalar. Video uchun ham bu juda ham mos mod ekan deb o'ylayman bolalar. Shuning uchun ham buni albatta sizlarga tavsiya qilib qolaman bolalar. Videom shu joyda yakunlanadi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.